Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyamızı başlayımız. Washington'dan sözleyimiz. Sıdıqacı Rozi leksiyada. Biz bugün Çavuşan yani Koriya yerim arlığı münasebetlik vakalar doğrusu sözleyimiz. Şundaqla qoşumcha Janubiy dengizga Amerika avamotkisining yetib kelganligi to'g'risida so'zlaymiz. Amerika avamotka guruhi Janubiy dengizga kirdi mavzuli xabar. 3-ayning 4-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Deniz Armiyasi Vaqt gazetining xabariga asoslanganda Amerika armiyasi 7-skadroniga tava bo'lgan John Stenson belgilik avamotka guruhi 3-ayning 1-kuni, ya'ni haftaning 2-kuni Janubiy dengizga kirdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Yaqında Janubiy dengizda talash tartish bo'layotgan suv yuzi rayoniga kirgan harbiy parxodlar John Stans belgilik avamotka 2 dona qo'g'lig'uchi harbiy parxod, 2 dona okean charlig'uchi harbiy parxod, shundaqla 7-skadronning bayrog'ini asgan qo'mondonlik qilg'uchi harbiy parxodlardan tarkib topdi. Bu hareket Amerika armiyasının vaziyet ciddileşken Janubiy Jungo dengiziga kirib kuch ko'rsatishini yo'lga qo'ygan yana bir qatamliq harakatidir. Jungo yaqinda Janubiy dengizda yerdan qo'yib beradigan ilg'or raketa va harbiy kurashchi aeroplanlarni o'rlashtirgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo Janubiy dengizni harbiylashtirdi deb ayblagan edi. Jungo Janubiy dengizni harbiyleştirdi deb Amerika Qo'shma Shtatlari ayblagan edi. Amerika Deniz Armiyasining Tinch okean skadronining qo'mondoni Harry Harris ko'p so'rinda. Jungo Janubiy dengizni harbiylashtiryapti deb ko'rsatgan. 2-ayning 24-kuni qo'mondon Harry Harris Amerika Davlat Majlisida guvohlikdan o'tganda Jungo haqiqatan Janubiy dengizni harbiylashtirdi deb qarayman deb ko'rsatgan. Mutaxassislar mundaq hisobladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Stenson belgilik avamotka guruhisini Janubiy Jungo dengiziga avatganligi Jungo va atrofdagi davlatlarga signal tarqatganligi bo'libmi Jungoga ogohlantirish berganligidir. Amerika Koriya Sadiy raketa sistemi söhbetini başladı. Jungo bilan Rossiyaning qarshi turishi önemsiz bo'ldi. Mavzuli xabar 3-ayning 5-kuni Buyuk Iroq orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Koriya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari haftaning 5-kuni, 3-ayning 4-kuni Sadiy raketa sistemasini o'rinlashtirish suhbatini boshlashga tayyorlik qildi. Çavuşanning kun sayin kuchayotgan tahdidini bu orqali cheklamoqchi bo'ldi. Koriya Davlat Mudofaa Ministrligi 4-kuni mundaq ko'rsatdi. Ikki taraf mumkin bo'ladigan yerni, xarjlaydigan xarajatni, raketa sistemasini o'rinlashtirish vaqt jadvalini muhokama qildi. Davlat Mudofaa Ministrligi qarshi turg'uchi raketa sistemasini o'rinlashtirish Çavuşanning kun sayin kuchayotgan yadro tahdidini cheklash uchundir. Fransiya agentligi xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Sadiy raketa sistemasining xizmat qoidasini qarshi turg'uchi raketa xizmat qoidasi qarshi turg'uchi raketani havoga qo'yib berdi. Dushmanning raketasi uchun kelayotgan eng oxirgi bosqichda dushmanning raketasi uchib kelayotgan eng oxirgi bosqichda atmosferada bitchit qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Koreyaning rasmiy suhbati Rossiya bilan Jungoning kaskin qarshi turishiga uchirdi. Beijing ogohlantirib,
iqtisodiy sistemasini o'rinlashtirish Jungo bilan Koreyaning munosabatini buzadi deb ko'rsatdi. Haftaning 4-chi, ya'ni 3-oyning 3-kuni Bexatarlik komiteti Chavshanni embargo qilish yangi planini yo'l qo'ygandan keyin Chavshanning boshlig'i Kim Jong Un keskin iboralar orqali nutq e'lon qildi. Chavshanning aloqador matbuotlari xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Kim Jong Un harbiy tarafga yadro qurollarini ishlatib, avval hujum qilishga tayyorlik qilishga buyruq bergan. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministrligi darhol inkos qaytarib, Chavshan ig'vogarchilik qilib vaziyatni jiddiylashtirmasligi lozim deb ko'rsatgan.